Sağınızı qilsam chechakilmaydi yoki sirtlar deganga o'xshash churuk chiqmaydi degan tuqqanlar faqat birilishga diqqat qilsanglar mushuni o'xshashlar chiqaril bo'ldi. Ichsuladdi birlik yo'lsingiz o'rganalaysiz. Samsugunish boshlali ketdi. Avval ximir yug'urayli do'stlar. Ma tayaqlivaga un bo'lsa oilamiz ishiltadigan qachida 5 qach un. Bunun ustiga oila ishiltadigan qo'shiqda 2 qo'shiq tuz selib, bir siqim oq kunjut, bir siqim qor kunjut, 2 tal xo'rozning tuxumini chaqib, birchini atrofida may quymiz ishlatganim bo'lsa, Al-Nuri laborat hamkorligidagi xam ashyani Ispaniyadan import qilingan haqiqiy alohida tunji siqim sap zaytumeyi. Ma zaytumeyi bo'g'achqa buni tushmay ishlasak bo'ladi. Navoda odatdagi may ishlasanglar cho'qim oldin tushitib olib andan qo'ysizlar. Yana muvofiq qalat suv quyib ximir yug'irish boshlaymiz. Sağınızı qilsam chechaklimda degan tuqqanlar mana shu ximirga ishlashga diqqat qilsanglar bo'ladi. Ya'ni az deganda 3 qatim tindirib qayt ishlaymiz. Hamon ximirning changlig'i mana shu holatda bo'lsa bo'ladi. Hamda ximirimizni o'tirdan 2 qilib, jumla qalat pult qilib, cho'ng kishilikini 300 gram atrofida uzib olsak nihoyat o'lchamli chiqadi. Araliq ko'rib misha kapsul tuqqanlar ajrimga haqsiz bo'lgan yuraklarni besib, qo'llag'ach ko'rsanglar, qo'llagan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Hamon ximirni zugul qilib bo'lgandan keyin buni yana 10 minut tindiramiz. Hamda bu vaqtda tayyorlab olgan mayning ustiga bir tal piyozni sirqilib to'g'rab, man mushalatda sarqaygandan keyin suzib olib bitib, bundan boshqa bir siqim kavachini tayyor qilib, ko'p ketishini oldin olish uchun oldin suvga chilib olib, mayga selib, o'tni tuvan tanshab, uzoqroq zali qilib, mizlik buroqlarini to'liq mayga chiqaramiz. Hamda tinib tayyor olgan xamirimizni suratdagidek man mushalatda inchik qilib pilt qilib olsak bo'ladi. Piltini qo'limizga yo'gab, texmi inchikroq chiqarish uchun mana shunday cho'g'iltib turib, yana bir inchiklashtirib, cho'qiga o'tkazib olgandan keyin mayda zalqiga vaqtda nihoyat diqqat qiladigan bir ish bor do'stlar. Ya'ni mayga solgandan keyin cho'qim mana shunday to'xtamay medriltib turamiz. Dal shunday qilganda sağınızimiz texim chechaklaydi. Orqadan sağınız qetib olgandan keyin mana shunday shaklga keltirib, normal temperaturada aldigan, normal arada sarg'aytib, mana mushalat kelgandan keyin suzib olib olsak bo'ladi do'stlar. Oxirida qilgan sağınızning rasmini inkasrayning yo'llab qo'yganlar bir o'rtaqlash baqayli. Ondan men ishlatgan zaytumeyi lazım do'stlar. Har qaysi nahiy shaharlardagi Al-Nuri va laborat maxsus setish do'konlarini setib olsanglarmi yoki boshpatlik serqarini setib olsanglar bo'ldi. Faqat 2 talli yangi bilan ushaq yemaklik yoki mifamlar yeyishkim o'rtaq tushadigan o'zgacha bir xil qo'rim qilish yuktib qo'yay. Ichsul oddiy birlik yo'lsingiz o'rganalaysiz. Samsugunish boshlali ketdi. Asosiy material bo'lgan yangidan 2 talni mushtaq adalab tayyor qilgandan keyin avval yalpoq qilamiz, ondan suratdagidek mana shu holatda ushaq qilib din qilib to'g'rab olsak bo'ldi. Hamda yangi suv quyib, qayt yuvib, buning tarkibidagi kirakmalni pokiz yuvib chiqaramiz. Men buningga qo'shimcha materialga ishonchlik qiyizdan 2 tal tayyor qilib ushaq to'g'rab oldim. Hamda yangini qaynayotgan qozonga selib, buni uzoq qaynatmaymiz do'stlar, faqat 2 minut qaynatib suzib olib, ondan qozonga 20 minut atrofida may qo'yib, avval qiyizni selib, birdam qo'rib, rangi man mushalat kelgach qo'rgandan keyin suzib olib, qiyqagan mayga yangini selib, o'tni yuqur tanshab uzoqroq zal qilsak, rangi man mushalat keladi. Ondan keyin o'tni to'xtatib, ushaq to'g'rab olgan samsaq ochiqaydigan do'stlar azroq kesgan laza va qizni selib 7-8 aralashtirib qo'rib, qo'rimning yangi ta'mini oshirish uchun cho'ng ustamning chamg'ir shunchosidan 20 qo'shiq berib 2 aralashtirib, rang chiqaradigan unlasidan 1 qo'shiq va kebab ta'mini oshirish uchun cho'ng ustamning kebab tetitqosidan to'liq 1 qo'shiq va kunjut berib, ast ustini to'liq aralashtiriblar taqsiga qilib iste'mol qilsak bo'ladi. Oila cho'qim bir sinab ekan do'stlar, oxirida cho'ng ustamning cho'ng'liqi va kebab tetitqosini boshpatlik sarqariga qisib qo'ydim. Kelar qadam ko'rishalik, xayr xo'sh.